Dasturimizni Buxoroda tashkil etilgan hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi tafsilotlari bilan davom ettiramiz. Unda 2000 ga yaqin korxonalar vakillari qatnashdi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida mahalliy sanoatni yanada rivojlantirish, ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish, ichki tarmoq va tarmoqlararo kooperatsiyani kengaytirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va turlarini ko'paytirish, shuningdek ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha ishlar tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, viloyatda hozirda faoliyat ko'rsatayotgan sanoat korxonalari soni 3096 dan tashkil etib, mazkur subyektlarda jami 36,2 dan ortiq aholi doimiy ish bilan band bo'lmoqda. Prezidentimizning sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida o'tkazilishi an'anaga aylangan hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi bu boradagi ishlar ko'lamini yanada oshirish imkonini bermoqda. Buxoro viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida kimyo va neft sanoati ulushi 42,4%, yengil sanoat 20,7%, oziq-ovqat sanoati 20,7%, qurilish materiallari ishlab chiqarish 5,6% ni tashkil qilib, bu tarmoqlar driver sifatida rivojlantirilyapti. 2025-yil yakuni bilan viloyatda 48,6 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi va o'sish sur'ati 105,6% ga yetkazilishi kutilmoqda. Shunga muvofiq yangi yo'nalishlar taqdimoti uchun ham yarmarkada keng o'rin berildi. Faoliyatimiz suvlarni, artizan suvlarni, yer osti suvlarini filtrlash, aholiga shirin ichimlik suvi qilib berish maqsadida ishlab chiqariladigan uskunalarimiz. Bir yilda o'rtacha 500 dan ortiq loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz. Bugungi kundagi yarmarkadan kelib chiqib, mahsulotlarimizga, uskunalarimizga qiziqishlar yanada ortmoqda. Bu yerda elektron kooperatsiya portali ham o'z stendlari bilan ishtirok etyapti. Bu yerda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarni elektron kooperatsiya portaliga mahsulotlarni joylash, ularni elektron kooperatsiya portalidagi o'sha elektron katalogda mahsulotlarni ko'rsatish va davlat buyurtmachilari shu yerni o'zidan mahsulotlarni ko'rib, texnik xarakteristikalarni bilgan holatda ulardan sotib olish tizimini ko'rsatish, o'rgatish va joriy qilish asosiy maqsad hisoblanadi. Eksportyor korxonalar faoliyatini ommalashtirish uchun ushbu loyiha yana bir muhim qadam bo'ldi. Ko'rgazmalar mana 2 kun davom etgan bo'lsa, ko'plab shartnomalar imzolanishiga erishildi. Xususan mana birinchi kunning sarhisobini aytsak, 125 milliard so'mdan ortiq shartnomalar tuzildi. Tarmoq korxonalari, qolaversa mana hududiy korxonalar vakillarining o'zaro kooperatsiya aloqalarini rivojlantirishda mazkur ko'rgazmamiz juda ham samarali bo'ldi. Bu avvalo korxonalarning ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, qolaversa ularni mahsulotlarni realizatsiya qilishda ham juda katta hissa qo'shdi. Qolaversa ularning faoliyatini kengaytirib kelgusida yana qo'shimcha ish o'rinlari yaratish uchun bir zamin bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Yana bir ma'lumot, 2025-yilning yakuni bilan Buxoroda mahalliylashtirish dasturidagi 185 ta loyihalar doirasida 3 trillion so'mlik importyorni bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilib, importyorni bosish samaradorligi 231,7 million dollarni tashkil etadi. Hamda 50 turdan ortiq yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish o'zlashtiriladi. 2 kun davom etgan hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi doirasida tarmoq korxonalari hamda kichik va xususiy biznes korxonalari tomonidan namoyish qilingan salohiyatni ko'rib aytish mumkinki, tadbirkorlik subyektlarining o'zaro kooperatsiya imkoniyatlari joriy yilda o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga oshdi. Bu esa viloyatning barqaror o'sish sur'atlari iqtisodiyot tarmoqlarida ham jadal olib borilayotganining amaldagi isbotidir.